Svetofor qizilmi? Menga yashil. Tender yopiqmi? Menga ochiq. Qonun tengmi? Albatta, lekin hammaga emas. Mana bir amallab hokim bo'lib oldim, anchagina soqqa ketdi, kamida 100 barobar qilib soqqa qilishimiz kerak. Birinchi ishni open budjetdan boshlaymiz. Hamma soqqa shu ishda sen xabar ber, asfalt yo'q mahallalarga. Xalq ham tushunib qoldi open budjetga. Sen ayt, xalq harakatini boshlasin. Eng ko'p SMS jo'natgan mahallaga yo'l qilamiz deb. Bular odamlarni SMS jo'natish uchun bir nimalar beradi. Yo'q, shakar, un. Sen shu narsalar mendan olasizlar degan, sen shundan soqqa qil. Men esa kichikroq mahallani topib, yo'l qilib berib, 10 barobar katta qilib budjetga ko'rsataman. Men ham shundan soqqa qilaman. Jiyan biz open budjet e'lon qilib, mahallalarga asfalt yo'l qilamiz. Sen shu yo'llarni qilib berasan, senga shu loyihani topshiraman. Chiroyli qilib, plosk tekis yufqa qilib, 3-4 santimetr qilib arzon narda qilasan, ularga bo'laveradi. Shunga ham xursand bo'ladi ular. Budjetdan kvadrat metriga $45 pul olganman, senga $15 beraman. Sen $5-6 qilib 3 santimetrlik qilsa ham bo'ladi. Qolgani seniki. $30 menga qoladi. Men katta xarajat qilib tepadagilarga draska qilganman. Shuni chiqarishim kerak. Mahalla raislari asfalt bo'lmagan mahallalaringga asfalt yo'l qilish uchun open budjet qilamiz. Shartlarni bilasizlar. Qaysi bir mahalla ko'p ovoz to'plasa, shu mahallaga asfalt yo'l qilamiz. Ko'p ovoz to'plash uchun har bir uydan pul to'playlar. Pul to'plab, un, yog', shakar olib, insonlarga ovoz berish uchun berasizlar. Bu un, yog', shakarni mendan olasizlar. Men optim narxda beraman. Qaranglar, bu yo'llarda yurib bo'lmaydi. Chang to'zondan nafas qisadi. Bizga ham qachon asfalt kelarkin, qo'shni? Eshtinglar, open budjet loyihasi boshlanibdi. Kim ko'p ovoz to'plasa, o'sha mahallaga asfalt yotqizilar ekan. Harakat qilaylik. Mahalladagi hammadan pul yig'ib, un, yog', shakar olib, odamlardan ovoz toplaylik, evaziga un, shakar, yog' beramiz. Assalomu alaykum, xola. Yo'l uchun pul yig'yapmiz. Ozgina yordam bersangiz, mahallaga yo'l tushadi. Mana mening hissam bor budim shu. Yo'limiz obod bo'lsa bo'ldi. Bolalarimiz loy kechib maktabga bormasin, iltimos. Aka, iltimos, mana shu raqamga ovoz bering. Evaziga sizga mana bu yog'ni beramiz. Bizning qishloqqa asfalt kerak, yordam bering. Assalomu alaykum. Aka, opa, iltimos mana shu raqamga ovoz bering. Evaziga yog' beramiz. Qishlog'imizga asfalt kerak, yordam bering. Mana telefonimga kod keldi, yozib oling. 6802. Bo'ldimi? Endi menga o'sha shakar sumkasini bera qoling. Yuragim urib ketyapti. Shu safar yutmasak bo'lmaydi. Butun mahalla menga qarab turibdi. Qani, natija chiqsa edi tezroq. SMS keldi. Tabriklaymiz, siz yutdingiz deb yozilibdi. Nihoyat bizning mahalla g'olib bo'ldi. Asfalt bo'ladi. Yutdik! Biz yutdik! Yutqazibmiz. Shuncha mehnat xarajat ketdi. Endi odamlarga nima deyman? Yana 1 yil chang ko'chada qolamiz shekilli. Men baribir yo'l qurishim kerak. Qo'shni mahalla raisi bilan gaplashib ko'raman. Assalomu alaykum rais buva. G'alaba muborak bo'lsin. Sizlarning mahallaga asfalt keladigan bo'pti, juda ham xursandman. Rahmat qo'shni. Nasib qilsa sizlarning mahallaga ham tez orada navbat keladi. Sizga bir gapim bor. Agar yo'q demasangiz, bir taklifim bor edi. Bu ikkimiz uchun ham foydali bo'ladi. Nima deysiz? Qanday taklif? O'sha yutgan loyihangizni menga sotsangiz. Hujjatlarni bizning mahalla nomiga o'tkazib bersangiz. Nima deysiz shunga? Bu qanaqasi? Qo'rqmang, hammasi joyida bo'ladi. Sizga $10,000 beraman, naqd. Bu pul bilan xohlagan ishingizni bitirasiz. Bu korrupsiya-ku. Aha. $10,000? Naqd deysizmi? Bo'pti, kelishdik. Loyiha sizniki, pulni bersangiz bo'ldi. Hech kim bilmaydi. Mana bu Martning ishi. Ertaga hamma hujjatlarni hal qilamiz, pulni ham o'shanda beraman. Kelishdik rais buva. Ha, mayli. Bu korrupsiya emas, bu yangi. Ha, o'zingiz tushundingiz-ku. Oldin edi korrupsiya uyat degani. Hozir moda bu. Ha, moda deng. Hamma bu yoqqa kelsin. Muhim gap bor. Ovoz berish natijalari bo'yicha yangi xabar keldi. Hammangiz diqqat bilan eshitinglar. Afsus, bizni adashtirishibdi. Boyagi xabar xato ekan. Biz yutmagan ekanmiz, boshqa mahalla yutibdi. Nima? Qanaqasiga xato bo'ladi? Biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik-ku g'olib degan yozuvni. Bu qanday adolatsizlik? Aldayapsan. Biz shuncha pul yig'dik, uyma-uy yurdik. Ha, qanday qilib adashtirishadi? Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Firtinalar. Biz buni tagiga yetamiz. Biz shuncha qilgan harakatimiz foydasiz qolmasligi kerak. Mana asfalt boshlandi. Qishlog'imiz nurga to'ldi.
Ishchilar qaranglar qanday tez ishlashyapti. Mazza bo'ladigan bo'ldi. Niyatimiz xolis ekan, yo'limiz asfalt bo'ldi. Endi loyda qolmaymiz. Bolalarimiz toza yo'llarda maktabga borishadi. Bu bizni mahalla raisi Jamila bizni yutug'imizni qo'shni mahallaga pullabdi, hayvon. Biz shuncha odam yig'ilib ovoz berdik. Qancha mehnat qildik, u esa hammasini pulga sotib yuboribdi-ya. Voy jallo.